Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometrligini bilasanmi? Umring yo'lda o'tib ketadi qatnab. Yo'lda ahamiyati yo'q, uylanaman tamom. Shopir aka, Toshkentgacha necha soat qoldi? 6 soat qoldi, 6 soat. Shodiyor aka, tog'am to'yimizda ichib zaharlanib bansiga tushib qopti. Zaharlanadi, hamma kichkina stakanda ichsa, tog'ang kosada ichyapti. Bormasak bo'lmaydi. Toshkentdan Xorazmgacha hayotda bormayman. Dadam aytsa ham bormayman. Ha, yaxshimisiz? Dadam mazasi bo'lmayapti? Kuyovingiz bormayman deyapti. Kim aytdi bormayman deb? Men tayyor. O'z dadangga nima qilibdi? Burunlari bitib qopti. Agar farzandli bo'lsak, farzandimiz doktor bo'ladi. Nimaga? Chunki